Assalomu alaykum qadrli aka-ukalar. Uy sharoitida ham yoki-da yangi boshlagan ustalarga, uy sharoitida degani yangi qiziqib ko'radigan akalar bo'ladi-yu, o'zi ulashgan, elektrikani tushunadigan akalarga Tracker 2 va Onyx ga pultdan zaryadashnisini ulashni o'rgatib beraman. Kommentariyaga молодец deb like bosib bersangiz biz xursand bo'lamiz. Bilmaganlar uchun mana bir xil joyda qiynalsam YouTubedan ko'raman. Biz ham farishta emasmiz. Ular akalar bilmaganlar uchun o'rgatib beraman. Kamchiliklarim bo'lsa aytib ketasizlar. Ular bu CC Plus degan modelni ulayapmiz. Bismillah deb boshlaymiz. Qaranglar endi. Xo'p. Mana bu yerda 1 2 3 4 5 ta steker turibdi. Qaranglar. Bu jigarrang stekerni chiqarib oldim. Chiqarish ham juda oson, hozir sizlarga o'rgatib beraman. Mana. Noldan o'rgataman, ketdi. Bismillah. Xullas mana buni shu sizlarda mana bitta qizilda naqlab turib, bu qorasini qo'llaringni ezib turib, bitta torsalang chiqadi. Endi bu xuddi shunaqa bo'lib turgan bo'ladi. Men endi bu yerda bunaqasini chiqarib oldim. Bu izolentasini ochib olasizda orqasidan mana. Men qaraganlar endi, xo'p mana. Bu yerda qalin qora sim turibdi. Bu massa. Mana bir, ikkinchisi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shuni massaga, ham yerda постоянный plus bor. Mana. Adreslar ham kontrolgasini olib chiqinglar. Bu plus. Minus plus. Plus buni platani mana bu yerda simi turibdi mana. Plus minusni ulaymiz akalar. Bismillah deb boshlaymiz. Hop. Mana. Kesib qo'ymaymiz. Ochayotganda mana yaxshi ko'rinyaptimi, Boburbek? Mana. Hop, yaxshilab o'raymiz akalar. Shu muammo bo'lib qolmasligi uchun. Yaxshilab o'rab, mana qaranglar. O'rab. Izolentani olib, hop. Mana. Izolentani bag'dan olib kelib, bemalol uyda ham ulab olsalar ham bo'ladi. Qiziqqan, tushungan elektrik akalar faqat, elektrikani tushungan akalar, masalan, mashinasini o'zi ham tuzatib ketadigan akalar bo'ladi-yu, o'shalar uchun. Bo'lmasam ustaga olib borgani o'zi yaxshi. Buni ham har xil chiqib qoladi, buzilib ham qoladi, brakam chiqib qoladi bu plataga ham ishonib bo'lmaydi. Ikkita narsa bitta pult ichida turishi kerak akalar. Bo'lmasam bo'lmaydi. Yaxshilab o'raymiz. Ko'ryapsizlar qanaqa ish bo'layapti. Xo'p, qadrdonlar, Instagramda ham xuddi shunaqa nomimizni yozsalar, Tunin Centrus chiqadi kanalimiz. Ancha narsalarni Instagramga qo'yib boramiz YouTubedan ko'ra. Ochiqdingmi? Bo'ldi. Mana plus minus uladik, xo'p. Kontrolniydi. Yonda. Xo'p, plus minus xuddi shu yerdan ulaymiz akalar. Endi qaranglar. Bismillah. Polni anaqa olib. Bitta mashina o'zimiz mana ham chiqayapti. Polni ko'rsat, qanaqa ish bo'layapti. Xo'sh. Uzmasdan chiroq videoda mana qancha akkuratniy bo'lsa, o'shuncha yaxshi akalar. Xo'p, endi stekerni mana tiqamiz joyiga. Qizilini itarib qo'yamiz. Ko'ryapsizlar. Xo'p, endi bu yerda o'zi yana bitta qog'ozni ham qilib bergan. Bu yerda yozib bergan mana plus minus massas, yashil sentr zamokni plus ekan, tormoz 12 volt, knopka ko'k tormozni biz ham plus ekan. Xo'p. Endi qaranglar, knopka oqi bu naqa chiqar ekan. Xo'sh, endi qaranglar. Bu yerda ko'k. Bismillahirrohmanirrohim. U ko'k naqani chiqaramiz stekerni. Chiqarib olib turib, akalar ko'k stekerni chiqarib oldik. Bunda mana bitta, ikkita, uchta mana mo'simni ko'ryapsizlarmi mana? Mana bu mashina, mana shu ko'k sim. BSMni tormoziniki bo'ladi. Xirras yozib bergan bo'ladi. Mana ko'k sim bo'laymiz ana unga. Hozir mana shu. Bismillahirrohmanirrohim. Hop. Ehtiyot bo'lamiz akalar. Simlarni ochayotganda, bu narsa qo'yayotganda bismillah deb
ehtiyotkorlikni oshiramiz. O'zi asli lutshi ustaga borganlar yaxshi. Endi agar mana shu videodan keyin o'zlaring qo'yib olaman desalar ham qo'ysalar ham bo'ladi mana. Xo'p, bunday qaraganda mana bunisi ko'ksim. Ko'rinyaptimi? Mana 1 2 3. Mana massimni ulaymiz ko'ksimga. Hop, ulaymiz ko'kiga. Ali platan eskisi ham turadi, anaqani taydi. Ko'rdilarmi mana shuna platan? Eskisi turadi. Bunda simlar rangi boshqacharoq olganda. Necha? Hozir endi qaranglar. Yaxshilab ulaymiz. Basharinga sana jonim deydi. Hop, qaranglar. Buni ham bitta izolentalab qo'yamiz. Chiroyli qilib, akkuratni ras qo'ygan yeri chiroyli qilib qo'yaylik. Ko'rgandan keyin birortasi gap yo'q, kim qo'ydi ekan? Hali devorsa. Xo'p, endi buni ham mana tiqdik. Endi bunisi mana ko'k tushdek chiqaramiz akalar, qaranglar. Mana buni qizil deytardik. Ehtiyot bo'lasizlar. Mana ishtacha mana monni chiqarasizlar, imonni ezasizlar. Tushunarli bo'lyaptimi, Bobur? Zvuklar chiqyapti, xudo xolasa. Hop, bundan nimani ulaymiz? Bundan center zamok tulaymiz. Mana bu ham o'zi ne qilib degan? Ne qilganda deyapti? 1 2 3 deyapti. 1 2 3. Bo'lsa, hop. Mana bunday ham yozib qo'ygan o'zi. O tekshirsalar ham bo'ladi, lutshini qilib qo'ysa ham bo'ladi. Orqa machasi qilganda 1-chi, 2-chi, 3-chi sam mana bunisi. Bunisi gulaymiz ana 1 2 3. Mana. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah deb boshlaymiz hamishangiz iloji boricha. Hop, endi 1 2 3. Hop, bunaqasiga qilganda to'ppa-to'g'ri. Keyin oqi bor ekan. Ko'k sariq to'ppa-to'g'ri hashinsiga. Hop, bunga platamiz endi sarig'i bo'lsa, o sabzi rangini ulaymiz. O'zim yerda yashil ko'rsatib beribman, endi bu yerda sabzi rang sim chiqib qolibdi menimcha. Mana shu bo'lsa kerak. Keyin knopka keyin to'g'rimiz ekan, to'ppa-to'g'ri. U sariq ulanmaydi o'zi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qaranglar, ulashda ham akkuratni, chiroyli qilib. Yaxshi ulasalar keyinchalik muammo bo'lmaydi hech qanaqa. Mana. Zelentani ham yaxshi qilsalar, ancha-munchaga qo'yib yubormaydi, chiqib ketmaydi. Ishimizga baho berib duo qilib qo'ysalar ham bo'ldi. Biz shundan xursandmiz. Endi obuna bo'lib qo'ysangiz, nima qo'yishni xohlaysiz yoki siz yangi ustachilik boshlagansiz yoki bilmagan joylaringiz bo'lsa, biz ham kimdirdandir o'rganamiz, kimdirga biz ham o'rgatamiz. Mana xudo xolasa yaxshilab sig'ayapman ham 05 da. Mana do'stim, ishimizga ham bitta baho berib ketasiz. Agar kamchiliklarimiz bo'lsa aytib keting. Shu to'g'rilaymiz biz ham.
Bilmaganlarimiz bordir balkim. Osonroq yo'llari bo'lsa. Endi qaranglar mana. Mana tiqdim. Bir donasim qoldi. U sariq dulamaymiz. Bu yerdan qirqamizda. Bir donasini bu yerda mon chiqaramiz hozir. Ko'rsatamiz. Mashinani ulaymiz, xudo xolasa. Xo'p, akalar, bu yerda hozir mana yaxshilab ehtiyot bo'lib akkuratni tortamiz. Mana yerda klipsalari bor, mana yerda klipsalari bor. Ehtiyot bo'lib, mana shu plus tortib, mana yerda shtekер bor. Bunga ham endi prostoyat yurganmiz qani. Mana yaqinroqdan ko'rsat. Xo'p. Mana. Ko'rdilarmi? Xo'p, buni bu yerda mana o'zi bitta 3-inchisi bor. 1, 2, 3. Mana ko'rsataman. Endi qilsang, yaxshiroq ko'rinadi. 1. Birga olsang. 1, 2, 3 mana shu 3-inchisini yulaymiz. Ko'ranyaptimi? Xo'p. Yo'q böyle. To'spararga endichi. Eplarganmiz. Hop, o'zim aytdim, yozib bergan mana. Mana o'zim aytdim, o'zi yozib bergan qara. 1, 2, 3 deyapti. Yashil, qora, ko'k mana. Bitta bo'lmasa mana shunda. Xullas mana, xullas. Adashmaslik kerak bu. Star stopdan keladigan o'sha informatsiyada. Ko'ranyaptimi yaxshi? Kachitasi yaxshimi? Mana. Ko'zimga tushyapti. Xo'sh? Endi bunga simulaymiz. Mana shunga ekan bu. Xo'p. Mana sizlar ko'rsataverasizmi? Mana, ko'ranyaptimi? Mana. Ulab. Izolentani yeb oldim. Rahmat. Izolentami? Ha, Tushib ketadi. qat'iy. Hammada shunaqamikmi? Yo'q, shunday qo'yaver. To'xtat endi. Izolenta kimda? Ha, bo'ldi, meniki. Boshla. Hozir qilgansan? Ketdimi? Mana shu izolenta yo'qola bilasan? Ehtiyot bo'lib uni o'rash kerak. Xullas. Xo'p, endi buni pastga berib yuboramiz. Baqa. Berib yuboramiz. Shu.
Tagidan tortib olay. Topib olay simni. Tan tushdi ona. Mana shuni olamiz hozir. Xo'p, akalar simini faqat tiqib mana tushirib oldim mana. Ko'rsa, mana. Pastdan tushirib oldi. Trosda bemalol o'zi elektriklar tushunadi. Xullas, faqat simni o'tkazganda biror joyga tegib olmasligi kerak, archilib olmasligi kerak. Endi buni tiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ehtiyot bo'lib tayyorlanib qaraymiz, nima qattiq aynan ketyapti, necha kishi ko'ramizda. Shunaqa orada qiyin edi. Asarda asraymiz va so'kmaymiz. Ishni mana so'kinmaymiz. O'chirib tur. Qasam zulib bo'lyapti. Yaxshilab itaramiz. Klipsalarni bir qator qarab olamiz ham yo'qmi? Bo'ldi. Endi bitta ishimiz qoldi. Bismillah. Xo'sh. Mana bu simni ehtiyot bo'lamiz. O'tkazishda hushyor bo'lib, shoshilmasdan mana bu yerda hushyor bo'lamiz. Sim bor, anaqa sim, rulovoy sim. Simdan shuni o'tkazib olsak. Buni o'tkazsak, anaqa ko'rsatyapsan, bu yerda. Bu yerda yaxshiroq ko'rsataman. Biroz ana bu yerda. Bu simni tepasidan o'tkazib yuborsa, shu pastga osilib olmaydi, akkuratni turadi, kelmayapti ko'rsatib chiroq qilib. Xo'p. Oq simni ulaymiz. Xo'sh. Metrodan kesaveramiz endi. Bu har xil anaqa bo'lishini qaychini bering. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Zelen tag'an. Xo'sh. Zelen talaymiz. Yopishdan oldin bitta tekshirib ko'ramiz. Qani, pultni beringlar. Eshiklarni yopinglar. Yopib turinglar eshiklarni. Ehtiyot qilib yopib turinglar. Yopdingmi? O zamoyda naqib qilsang bo'laveradi. Yopib o'rsan, yopib tur. Обязательно bitta pult ichida qoladi. Hech qanaqa mashina ochilib qolmaydi yoki qulflanib qolmaydi. Bitta pult qoladi. Ikkinchi pulti yurg'iziladi. Qani, bismillah. Mo eshikda naqib berdim endi. Qaysi eshik ochiq? Qaysi eshik ochiq ekan, yaxshi bilmadim. Mana olib turib, ichkariga o'tiraverchi. Mana yoqda. Xo'sh. Yop yaxshiroq eshikni. Shunday qilib bilaymiz. Hop, 1 2 3. Mashina yurdi. Mana, deb tur. Olishdan yorib orasan, bog'i bir. To'g'ri o'tirib ochmay eshikni. Yana 3 marta 1 2 3. Esa o'chadi mashina. Qaranglar akalar. Bitta pult ichida turadi. Bitta pult tashqarida bo'ladi. Masalan, o'zlaringda bo'lsa, hech qanaqa eshik ochilib ketmaydi ichida turganda. Eshikni ochmay turinglar. Qaranglar. Hop. Pult mashina qulflangan, hop. 1 2 3. Mana, akalar, video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, Instagramimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, kommentariyaga obuna bo'lib, o'zimizning YouTube'ga ham naqlinglar. Xudo xolasa buni yaxshiroq qilib endi.